Bu darsda senga 6 ishni aytaman. Qay birini bajarsang Alloh rizqingni mo'l qilib beradi. Keyingi darsda yana 6 ishni aytaman. Rizq eshiklarining kalitlari mana shulardir. Birinchisi istig'for. U qulflarni ochib yuboradigan tilsimdir. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, kim istig'forni kanda qilmasa, Alloh uning har bir g'amini aritadi, unga har bir tanglikdan chiqish yo'lini ko'rsatadi va o'ylamagan joyidan rizq beradi. Bunga Qur'on va hadislarda hujjatlar bisyor. Ikkinchisi qarindoshchilik. Qarindoshlar holidan muntazam xabar olib turishga aniq rejangiz bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom dedilar, kim rizqi mo'l va umri uzun bo'lishini istasa, qarindoshlari holidan xabar olsin. Uchinchisi muhtoj bo'lib qolganda yolg'iz Allohga yukinib hojatini yolg'iz undan so'rash. Payg'ambar alayhissalom dedilar, muhtoj bo'lib qolgan odam hojatini odamlardan so'rasa ishi bitmaydi. Allohdan so'rasa uning hojatini tez ravo qilur. To'rtinchisi haj bilan umra orasini to'xtatmaslik. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, haj bilan umra orasini to'xtatmanglar. Zero bu ish xuddi kir, temir, oltin va kumushni tozalaganidek, odamni kambag'allik va gunohlardan tozalaydi. Beshinchisi har bir ishda Allohga taqvo qilishing. Shunda o'ylamagan joyingdan rizq beradi. Alloh taolo aytadi, kim Allohdan taqvo qilsa, unga tanglikdan chiqish yo'lini ko'rsatadi va o'ylamagan joyidan rizq beradi. Taqvo rizqi ulkan rizqdir. Oltinchisi qanday bo'lmasin Alloh yo'lida infoq ehson qilish. Payg'ambar alayhissalom dedilar, hech bir kun yo'qki, ikki farishta tushib ulardan biri Allohim infoq ehson qiluvchiga evaz bergin, ikkinchisi esa Allohim baxilga talofot bergin demasa. Bir savdogar masjid quribdi, xarajatlari $500 000 bo'libdi. Savdogarning aytishicha, shundan keyingi atigi 7 oy ichidagi daromati shu qurilish chiqimlari bilan bir xil bo'lgan ekan. Alloh taolo aytadi, ne bir narsani infoq qilsanglar, Alloh uning o'rnini to'ldirur. U eng yaxshi rizq berguvchidir. Sarflayver, arsh egasi kambag'al qilib qo'yadi deb qo'rqma.